Dada rahmat. Dada rahmat. Bolalarni bugun bir xursand qilamiz, Xudo xolasa. Ketdik. Ushbu qor Alloh taoloning mo'jizasi hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom duolarida ham Allohumma tahhirni min xatoyay bil ma'i va thalji wal barad deganlar. Ya'ni Allohim gunoh va xatolarimni qor, yomg'ir va suv bilan poklagin deganlar. Qor shunaqa mo'jiza hisoblanadiki, har bir tushayotgan zarraga Alloh taolo alohida farishtalarni muvakkil qilib qo'ygan va u farishtalar osmondan tushayotgan har bir qorni adadi, sonigacha bilishadi. Ushbu qor Alloh taoloning mo'jizasi hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom duolarida ham Allohumma tahhirni min xatoyay bil ma'i va thalji wal barad deganlar. Ya'ni Allohim gunoh va xatolarimni qor, yomg'ir va suv bilan poklagin deganlar. Qor shunaqa mo'jiza hisoblanadiki, har bir tushayotgan zarraga Alloh taolo alohida farishtalarni muvakkil qilib qo'ygan va u farishtalar osmondan tushayotgan har bir qorni adadi, sonigacha bilishadi. Like what's going